Muhammad alayhisalom Qur'on o'qib berardi. Jibril alayhisalom tinglardi. 70-80 ga kirgan oqsoqollar nadomat qilib eslashadi. Qur'onsiz yashagan kunlari eng baxtsiz kunlarim ekan deb eslashadi. Qur'onni ko'p o'qigan kishining vaqtiga baraka kiradi. Hozir vaqtimizda baraka yo'q. Nimaga? Qur'on yo'q. Uyda Qur'on o'qiydigan odam yo'q. Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergashayotgan Payg'ambarimizdan hayotini hamma bosqichida namunalar olib yashayotgan mu'min musulmonlarga Allohning rahmati bo'lsin. Tutayotgan ro'zangiz vidolashuvchining ro'zasidek bo'lsin. Bugun sizni oxirgi ro'zangiz desa, ro'zani qanaqa qilib tutasiz? Sizni o'qiyotgan taroveh namozingiz oxirgi taroveh namozingizdek bo'lsin. Ramazonda siz uchun bir kuni qoldi xolos desa, sizni Ramazon oyini siz qanaqa qilib o'tkazasiz? Mana shunday shiorda, mana shunday hisda musulmon odam Ramazonni o'tkazishi kerak. Aziz birodarlar, biz sizlar bilan bugun Qur'oni Karim haqida qisqacha suhbat qilmoqchimiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ramazon oyida tushishligini Alloh xohladi. O'z-o'zidan to'satdan Ramazon oyida tushib qolgani yo'q. Alloh subhanahu va taolo Lavhul Mahfuzdan Qur'oni Karimda birinchi osmonga olib tushishligi Ramazon oyida bo'ldi. Buni Alloh xohladi. Ramazon oyida Jibril alayhisalom tushib Muhammad alayhisalomga Qur'onni o'zaro bir-birlariga mudorosa qilishar edi. Muhammad alayhisalom Qur'on o'qib berardi. Jibril alayhisalom tinglardi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etadigan yillari Qur'onni 2 martadan o'tkazib berganlar Jibril alayhisalomga. Biz bunga guvohmiz deb Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu yana ba'zi Rasulullohning qori sahobiy kiromlari shuni guvoh ekanliklarini siyratlarida keltiradilar. Toha ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa. Biz Qur'oni Karimda sizlar baxtsiz bo'lishliginglar uchun nozil qilmadik deyapti Alloh taolo. Qayerda ko'rdinglar Qur'on bilan yashab o'tgan insonni badbaxt holatda yashayotganligini? Qayerda guvohi bo'ldingiz? Qur'onsiz inson Qur'on bilan, Qur'on tilovati bilan kambag'al bo'lib ko'chalarda qolib ketganligini kim ko'rdi? Inson Qur'on bilan yashab eng xor hayotda yashaganligini kim ko'rdi? Hech kim ko'rgan yo'q. Aksincha, Qur'onsiz yashaganligini attang nadomatlar bilan eslaydi. Yoshligimda qayerda edim deydi. Qur'on o'qi deb bobom buyurganda, Qur'on o'qi o'g'lim ke beki qul vallohu ahad o'rgatmay deb otam chaqirganda men nimaga shuni o'rganib olmagan ekanman deb Qur'on o'qish, Qur'onni yodlash fursatlarini boy berganligi haqida hanuz 70-80 ga kirgan oqsoqollar nadomat qilib eslashadi. Qur'onsiz yashagan kunlari eng baxtsiz kunlarim ekan deb eslashadi. Lekin Qur'on bilan yashagan inson aziz birodarlar biron marta o'zining hayotini bejiz o'tibdi deganni eslamaysiz. Qur'on tilovat qilayotgan xonadonni bir eslang. Uyda turishga yuragi siqilayotgan, uyda o'tirishga yuragi siqilayotgan kishi aziz birodarlar shuni bilsinki, mana shu uydan o'tira olmay qolayotgan inson shu uyda Qur'on tilovat qilinmaganligi uchun, shu uyda o'zi Qur'on o'qimaganligi uchun uyda o'tira olmaydi. Biz o'zimiz Qur'onni xohlamaymiz o'qishni. O'zimiz biz yoshligimiz o'tib ketdi. Tilim qatib qoldi. Meni miyamga kirmaydi. Hammasi bekorchi bahonalar. 60 ga kelgan oqsoqollar Qur'onni yodlab ijozalar olyapti. 80 ga kelgan kampirlar Qur'onni yodlab ijozalar olyapti. Madrasalarda birinchi o'rinda olyapti. Qur'onni yodlab eng chiroyli o'qiganligi uchun eng oliy yutuqlarni oldida va sizni masjidga juma kunlarida Kahf surasini o'qib berasiz. Qur'on tilovatingiz chiroyli ekan desa, men bu masjidlarda o'qishlik uchun o'qimadim Qur'onni. Men ertaga Allohning huzurida o'qib berish uchun Qur'onni yodladim deyapti. 80 dan oshgan oqsoqol. Qur'on oxiratda ham o'qib beriladigan kitob hisoblanadi. Iqro vartaqi, o'qing va yuksaling degan u qoriga nido. Shu qori meni yonimda yurardi. Men qayerda edim degan afsus, nadomat, attang hasratlar aziz birodarlar haqiqiysi ana shu paytda bo'ladi.
Hamma imkoniyat. Mushaf bor, hozir o'qiyman desiz, ahli ilmlarimiz bor. Alhamdulillah, masjidlarimizda mudarrislar bor. Bizga mana shu fursatlarni boy berganligimiz uchun Qur'on to'xtadimi, demak qolgan ishlar birinchi o'rinda o'zingizni yuragingiz siqilishni boshlaydi. Mana bugun hamma yurak siqilish kasaliga mubtalo bo'lgan. Hammaning qalbida orom yo'q. Boysiz, tirikchiligingizda hech qanaqa kamchilik yo'q, lekin qalbingizda xotirjamlik, orom yo'q. Hamma tan olsin. Hamma hadikda yashaydi. Qalbida bitta shu bir narsa bor. Siqilish bor. Bezovtalik bor. Nimaga? Qur'on yo'q. Qur'onning tilovati yo'q. Qur'onsiz hayotimizni tasavvur qilmaylik hech kimimiz. Har kuni otamizni birinchi o'rinda mustaqil ushlab o'qisin. Xatolar bo'lsa ham, dudlanib bo'lsa ham, harflarni chiqara olmasa ham o'qisin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qishda qiynalgan kishi uchun ikkita ajr bor ekan. Vozirlatib, shoirlatib o'qiyotganiga bitta ajr ekan. Qiynalib harflarni chiqara olmayapman, bir-biriga urishtira olmayapman degan qiynayotganlar uchun ikkita ajr bor. Xotirjam bo'ling. Biz aziz birodarlar Qur'onni tilovat qilib yurib o'tib ketaylik bu dunyoda. 90 ga kirganda ham Qur'on o'qib o'tirgan oqsoqolni qanaqa chiroyli turadi. 90 ga kirgan kampir uyda Qur'on o'qib o'tirsa qanaqa chiroyli. Katablarimiz hammasi Qur'on o'qib o'tishgan. Hammangiz bilasiz. Hammangiz yoshligingizda ota-onangizni ko'rgansiz, Qur'on o'qib o'tirgan. Buvalaringizni ko'rgansiz, Qur'on o'qib o'tirishgan. Nima uchun bu bolalari keyin Qur'onni tashab qo'yishdi? Qur'onni durralarga, chorsilarga ilib olib qo'yishdi, tepalarga olib chiqib tilovati tashlab qo'yildi. Yuragi siqilib ketadi, darrov ko'chaga chiqib ketadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasulullohning eng yaqin sahobalari, Rasulullohdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi, "Al-baytu idza tuliya fihi kitabulloh." Allohning kitobi tilovat qilinayotgan xonadon o'z ahlini sig'diradi dedi. Shu xonadonda nechta odam yashasa ham, shu xonadon o'z ahlini, oilasini shu xonadon sig'diradi. Va kasura khayruhu, shu xonadonda yaxshiliklar ko'payadi. Va hadaratul malaika, shu xonadonda farishtalar hozir va nozir bo'lib turadi. Va kharajat minhu shayatin, Qur'on tilovat qilinayotgan uydan shaytonlar chiqib ketadi. Shayton chiqib ketgandan keyin siz uyingizda janjal bo'lmaydi degan. Er xotin urushi bo'lmaydi degan. Bola chaqaning urushi bo'lmaydi degan. Farishtalar hozir va nozir degan farishtalar nima uchun keladi? Baraka tushadi. Allohning rahmati uchun tushadi. Qur'on tilovat qilinayotgan xonadon eng baxtli xonadon hisoblanadi. Mabodo bir uyda Qur'on tilovat qilinmayotgan bo'lsa biling, bu uy o'zini ahlini sig'dirmaydi. Shu uyda yashayotgan kishilar ko'chaga chiqib keladi. Qur'on o'qilmayotgan uyda yashayotgan kishilar ko'chada vaqtini o'tkazgisi keladi. Bekorchi kashanda ulfatlari bilan o'tirib vaqtini o'tkazgisi keladi. Choyxonalar, boshqa bir gap sotib o'tiradigan majlislarda uyushtirishga harakat qiladi. Uyda o'tirishlik yo'q. Chunki uyda uni yuragi siqiladi. Sababi Qur'on yo'q bu yerda. Uy egalari doqo bi ahlihi, ya'ni tilovat qilinmayotgan xonadonda mana shu uy egalari yuragida siqish boshlanadi. Yurak siqilishlari boshlanadi. Bu uyda yaxshiliklar ozayadi va bu uydan farishtalar qochadi va bu uyda shaytonlar hozir va nozir bo'lib, bu uy barakasiz, bebaraka, urush janjallik uyga aylanadi. Qur'onni ko'p o'qish aziz birodarlar insonni sekin-sekin o'zi sezmagan holatda tarbiya qilib qo'yadi. Qur'onni ko'p o'qish iymonni mukammallashtiradi. Qur'onni ko'p o'qib yurgan kishining qalbi orom bilan yashaydi. Hayoti yashnab shodliklar bilan o'tadi. Qur'onni ko'p o'qib yurgan kishi topgan rizqiga qanoat hosil qilib yashaydi. Uning masxarasi, mazah silashi ozayadi. Uning gaplarida fasohat zohir bo'ladi. Ma'naviy bo'lib qoladi gaplari. Arzimagan bekorchi gaplarni gapiradigan kishi bo'lmaydi. Qur'onni ko'p tilovat qilayotgan kishi aziz birodarlar o'ziga loyiq bo'lmagan lafzlarni, lug'atlarni o'zining hayotidan chiqarib tashlaydi. Bu menga kerak emas deydi. Qur'onni ko'p tilovat qilayotgan kishi lag'u,
na diniga, na dunyosiga bekorchi bo'lgan gaplarni hayotidan chiqaradi. Bugungi hayotimizda barakaning yo'qligi, vaqt tezlik o'tib ketyapti-ya deb hamma shunga hayron. Kecha juma o'quvdik, kecha falon kun edi, kecha piston kun edi, birpasda shu kunga kelib qolyapmiz degan barakaning yo'qligining birinchi sababi Qur'on hayotimizda yo'qligi. Bilib qo'yinglar. Qur'onning tilovati, Qur'onning tadabburi hayotimizda yo'qligi. Qur'onning amali hayotimizda yo'qligi. Birodarlar, sahobalarga ergashgan tobiinlar hammalari bir-birini Qur'on o'qishlikka vasiyat qilardi. Qur'on o'qi derdi. Va har sayin qaysi ishga bormasin, Qur'onni ko'paytirgina derdi. Xoh dunyo ishi bo'lsin, xoh ilm o'rganish bo'lsin. Ilm deganda shariat ilmi, diniy ilmlar, dunyoviy ilmlar, qaysi ilm bo'lishidan qat'iy nazar ilmga kirishayotgan kishiga sahobalarning vasiyati Qur'onni ko'proq o'qigina deydi. Kullama zada hizbi minal Qur'an. Mana bu tajribadan o'tkazgan kishilar aytayapti, salaf solihinlar. Har sayin Qur'ondagi pora, o'qigan poram ko'payganda zadatil barakatu fi vaqti. Vaqtimda baraka ziyoda bo'ladi. Qur'onni qancha ko'p o'qisam, vaqtimda baraka shunaqa ko'payadi deyapti. Birodarlar, ana biz 30 kunga bo'lib qo'ydik. 30 pora Qur'onni 30 kunga bo'lib qo'ydik. Usmon roziyallohu anhu Qur'onni har kuni o'qir ekanlar. 30 pora har kuni. Usmon roziyallohu anhu eng kuchli biznesmen bo'lgan. Eng katta boyvachcha bo'lgan. Har kuni Qur'on o'qigan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishining saxovat peshaligidan Usmon bundan buyog'iga nima qilsa ham unga zarar qilmaydi, xohlaganda qilsin. U o'ziga jannat sotib oldi deb. Nimasidan? Saxovat peshaligini kuchli qilganidan. Mana shu kishi har kuni Qur'on o'qir ekan. Ramazon oyida har kuni 30 parani tilovat qilib chiqar ekan. Imom Azam rahmatullohi alayhi bizni mazhab peshvoyimiz. Ramazon oyida bir kunda 2 martadan xatm qilar ekan. Imom Azam rahmatullohi alayhi nima ish qilgan kim biladi? Tijoratchi bo'lgan. Eng kuchli kiyimlarni olib kelib sotgan. Bozorda eng boy tijoratchi bo'lgan. Eng boy butun ulamolarni o'zining boyligi bilan bahramand qilib, olimlarga qattiq xizmat qilgan kishi Imom Azam rahmatullohi alayhi Ramazon oyiga kelganda Qur'onni bir kunda 2 marta, kechqurun 1 marta, kunduzi 1 marta. Bir oyda ichida 60 marta xatm qilgan kishi. Qayerdan topgan bu bunaqa vaqtni deb o'ylashingiz mumkin. Qur'onni ko'p o'qigan kishining vaqtiga baraka kiradi. Hozir vaqtimizda baraka yo'q. Nimaga? Qur'on yo'q. Uyda Qur'on o'qiydigan odam yo'q. Ota mushafni ushlab ham qo'ymaydi xonadonda. Ena mushafni ushlab ham qo'ymaydi. Changib yotadi Qur'oni Karim. Televizorda har kuni artadi. Telefonda har kuni artadi, chunki qo'li bilan artadi, lata bilan ham artmaydi. Qo'li bilan ezadi, hali u yoqqa o'tkazadi, hali bu yoqqa o'tkazadi. Birodarlar, telefonga bo'lgan munosabat agar Qur'onga bo'lganda edi sizda, allaqachon qori bo'lib ketgan bo'larmiz. Bizning vaqtimiz Qur'onga muhtoj. Biz Qur'onga muhtojmiz. Bo'shaganda, hamma ishlardan bo'shaganda o'qiydigan kitob emas, bu har kuni o'qiladigan kitob. Bir taksist odam o'zini kundalik o'qiydigan darsi bor ekan, Qur'onda roliga baylayapti. Roliga qo'yapti, betni. Ana shu Qur'ondan yodlaydigan betni rolini qo'yapti-da, svetofor ko'k yonganda shaharlarda bilasiz 5 minut yonadi, ko'k, qizil. Mana shunda Qur'onni yodlab qo'yaman deydi.